Ya'ni qalblar Allohning zikri ila orom topur. Qanday gap? Ma'lumki, inson zoti Alloh yaratgan narsalarning gultojidir. Eng azizidir, eng mukarramidir. Allohning yer yuzidagi o'rinbosaridir. Ana insonni shunchalik buyuk bir sharafga erishishda insonda qalb degan narsa borligi eng muhim o'rin tutadi. Odamning javhari, asosi, odamni odam qilgan, Alloh yaratgan narsalarining afzali qilgan, azizi, mukarrami qilgan, Alloh yaratgan narsalarining gultoji qilgan, Allohning yer yuzidagi o'rinbosari qilgan narsa qalbdir. Jism, shakli shamoyil, suyak, go'sht, a'zolar boshqa jonzotlarda ham bor. Lekin ularda qalb yo'q. Shuning uchun ular insonga hammasi to'plansa ham teng kela olmaydi. Alloh taolo o'sha mavjudotlarning hammasini to'plab insonga xizmat qilish, beminnat xizmat qilishga majburlab qo'ygan ularni. Faqat inson ana shunday ulug'langan. Haligi aytganimizdek, unda qalb degan javhar borligi. Endi ana shu o'zi qalbni o'zining bo'lishi insonda kifoya qilmaydi. Qalb butun insoniyatga berilgan. Shularning ichidan qalbini tarbiyasiga e'tibor berib, qalbi ila Allohga iymon keltirib, Allohning aytganini qilib, qalbini obod qilgan, Allohning zikri ila qalbi orom olganlarni Alloh taolo demak o'zining bandasi deb biladi. Ularga bu dunyoyu oxiratning baxtini beradi, saodatini beradi.